Salom do'stlar, sizlar bilasizki Minecraft dunyosi cheksiz va bunga qaramay Minecraftda qiziqarli va juda ham chiroyli seedlar bor. Bugun biz sizlar bilan top 3 ta seedlarni ko'rib chiqamiz. Bu seed kodlari opisaniyada yoki kommentariyada bo'ladi. Kirib bemalol o'ynashingiz mumkin. Ko'rishingiz mumkin bolalar. Bu yerda kirishingiz bilan hamma yoq o'tloq, bir yaxshiroq joyida yo'q. Bu yerda bo'lsa arilar va biz sekin-sekin yurib topamiz o'zimizga kerakli joylarni. Bu yerda bir yaxshiroq narsa ko'rmayapman hozircha. Lekin mana shu seedni tavsiya berishgandi menga. Ko'ramiz sekin endi. Va qishloq bor ekan bu yerda. Winterland bu yaxshi joy ekan, demak muzda uchib yursa bo'ladi bu yerda. Muzli qishloqlar, qishloq ahollari, ularning sabzavotlari, ekinlari. Bu yerda na och qolasiz, na uysiz. Bu yerda hamma narsa bor. Minecraftdagi jannat makon o'lkalardan biri desangiz ham bo'ladi bu yerni. To'g'rimi? Qaranglar, juda ham zo'r. Uylar shinamgina. Maza qilib o'ynasa bo'ladi. Do'stlar aytgancha esingizdan chiqarib qo'ymanglar. Bu seedlarning kodlari kommentariyada bo'ladi. Men o'zim yozib ketaman. Ulardan foydalanib bemalol Minecraftni maza qilib o'ynashingiz mumkin. Men bu seedlarni tavsiya beraman. Albatta, birinchi o'rindagisi eng zo'r seed. Oxirgacha ko'ring, birinchi o'rindagisi eng zo'r seed hisoblanadi, do'stlar. Do'stlar, aytganimdek, bu yer Winterland va bu yerda juda ham ko'p sirpanchiq joylar bor. Men bu yerdan o'tolmaganim sababi ham shunda. Minecraftda shunday chek bor. Men shuni kecha ko'rib qoldim. Winterlandda oddiy yurib turib sakrasa bitta blok oshar ekan. Men hozir ikkita blokka sakramoqchi bo'ldim. Shuning uchun ham yiqilib tushdim. Bo'lmasa men yaxshi o'tib ketardim shu yerdan. Hozir bu yerdan aylanib chiqamiz va qolgan joylarni ko'ramiz. Eng yaxshisi biz, ya'ni men sizlarga foydali kontent yaratyapman va eng yomoni esa sizlar hali ham like va obuna bosmadingiz. Keling, shuni to'g'rilab qo'yaylik. Like va obuna bosing. Shu yil 100 ta bo'lsak, men har kuni kontent chiqarishga va'da beraman. Har kuni. Sizdan bo'lsa like va obuna. Bu sizga qiyin emas. Shunda pastga tushingda like bosing, obuna bo'ling. Men sizni kutib turaman, mayli. Sizga 15 sekund beraman, mayli. Tezroq bosing. Bosdingizmi? Aniqi, unda videoni davom ettiramiz. Qani, ketdik. Bolalar, bu ikkinchi o'rindagi seed. Bu yerda eshitishimcha bu orolchada juda ham katta emas bu orolcha, lekin bu orolda 4 ta qishloq bor va men 4 talasini ham topmoqchiman. Men bu ishni qila olamanmi, yo'qmi? Ko'rmasdan oldin kommentga yozib yuboring shuni. Qani, bo'lmasam 4 ta qishloqni ham qidiraman. O'zi bittasini topib bo'ldim. Bugungi video menga juda ham qiyin bo'lyapti. Chunki men bu videoni ishlash uchun 2 soatdan beri o'tiribman. Amal sizlar uchun umuman befarq bo'lmayman. Sizlar uchun faqat kontent chiqaraman, minnat qilmayman. Bu qishloq ham yaxshi, lekin birinchi o'rindagisi men uchun eng zo'ri bo'lib qoladi baribir. Chunki birinchi o'rindagisi juda ham zo'r edi. Video oxirida ko'rasizlar.
Bolalar, bu yer ham yaxshi ekan, otxona, qo'ng'iroqlar, bu yer somonlarni aytmasa ham bo'ladi bu yerda. Ovqatdan umuman muammo yo'q. Yashab bersangiz bo'ldi deydi-ku. Shunaqa joy ekan bu yer. Men to'g'risini aytsam, ikkinchi o'rindagisi ham yoqdi. Lekin uchinchi o'rindagisi o'rtacha-ku, ikkinchi va birinchi o'rindagisi menga juda ham yoqdi. Sizga qaysi bir yoqdi, komment yozib qoldiring. Va men keyingi videolarda agar shu videoda 10 ta like yig'ilsa, keyingi videoda Minecraftni qanday qilib tekinga o'tkazish mumkinligini o'rgataman. To'g'ri, bu ishonchli ko'rinishi mumkin emas, lekin bu ishonchli. Men o'zim ham shunday qilib o'tkazib o'ynab ko'rdim. Buni hech kimdan o'rganganim yo'q. O'zim izlanib, o'zim qidirib shuni topdim. Xuddi Minecraft, shu o'rnatgan Minecraftimda sizga kontent qilyapman va siz ham Minecraftda kontent qilmoqchisiz, lekin sizda Minecraft ilovasi yo'q. Minecraft, Craftsman yoki Mini Block Craft kabi o'yinlarda kontent qilyapsiz Minecraft deb. Lekin sizlar mana shu videoda 10 ta like yig'ib bersanglar, men Minecraftni tekinga o'tkazishni o'rgataman va sizlar ham content maker bo'lasiz. Men ham birinchi videomni Minecraftda qildim, ammo Minecraft menga yoqmasdi. Minecraft youtuberlarni ko'rardim. Bolalar, ko'rmoqchi bo'lsanglar, 10 ta like yig'ib qo'yinglar mana shu videoga va obuna bo'lib qo'yinglar. Sizlarga albatta 10 ta like yig'ilsa mana shu videoda chiqaraman shu videoni. Mazza qilib kontent qilasizlar. Bu o'yinda multiplayerlarga ham kirsanglar bo'ladi. Ko'ryapsizlar, bemalol sidlarga kirsa bo'ladi, godlarni terib. Internet bilan kirsanglar, multiplayer o'ynasanglar ham bo'ladi. Prosta kayfusha bo'ldi, o'ynasanglar bo'ldi. Bitta no tarafi bor, kuchsiz telefonlar bo'lsa qotadi. Meniki ham kuchli telefon emas. Shuning uchun meniki ham ora-orada qotadi. Lekin kontent qilsanglar bo'ladi. Bolalar, shu videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, qani 10 ta like go. Biz juda ham cho'zib yordim. Videoga qaytaman. Qani ketdik. Men sizlarga nima degandim bolalar? Men aytdim va so'zim ustidan chiqdim. Men 4 ta qishloqni ham topdim. Bu prosta super. Bolalar, mana shu sidda o'ynab ko'ringlar, sizlarga tavsiya beraman. Bunda vijivaniya qilish ham shart emas, prosta daraxtlarni chopib, bunkerlar qurib o'ynasangiz zo'r joy ekan. Endi birinchi o'ringa sidga o'tamiz. Bolalar, men bu videoni yozib olishimdan oldin bu sidda mazza qilib o'ynadim. Juda ham mazza. Sizlar oxirigacha ko'ringlar shu sidda. Vashshe cho'tki. Qishloqlar deysizlarmi? Vashshe cho'tki joy. Prosta griffinlar bor ekan. Menga ozgina xalaqit qilishdi. Vaqtimga shu Golem tog'a bor. Golem tog'a qishloqdagilarni ham meni ham qutqarib turadi. Golem tog'a. Shu golem bor ekan, qishloqlar tirik. U himoya qilgan jonzotlar va hamma tirik bo'ladi. Endi o'lganlarni omadi kelmagan bo'ladi, chunki golem bor kuch bilan harakat qiladi baribir. Ha, mayli. Осуждаю. Video qaytamiz. O'z videodamiz-ku, nima deyapman? Bolalar, biz bu yerda ko'ryapmizki, eskirgan portal, ya'ni singan portal. Bu Ender Dragon'ni o'ldirishga boradigan joyi, eslamayapman nomini. Shu yerga olib boradi. Va bu portalni qurish ham oson. Agar buzilgan portal topilsa, uni ta'mirlash oson.
Do'stlar, videomiz ham oxirlab qoldi. Lekin siz haligacha like bosmadingiz, obuna bo'lmadingiz. Men esa bundan juda ham xafa bo'laman va motivatsiyam tushib ketadi do'stlar. Men sifatli kontent yarata olaman. Sizlar qo'llab-quvvatlasanglar bo'ldi. Do'stlar, shuning bilan bizning videomiz tugadi. Like bosing, obuna bo'ling va keyingi videolargacha ko'rishguncha. Har do'stlar.